Eldor, 10 yildan beri yangi O'zbekiston quryapmiz. Bitta sir borda bu yo'nalishlarda, natijalarda. Yangi yutuqlarga erishganimiz, avvalambor yomon illatlar yo'q bo'lgani bu bir. Ikkinchidan sizlarga sharoit yaratgani, tibbiy sharoit, fizkultura sharoiti, mana aytgan oshpazlar va hokazolar bu qachon bo'lgan edi? Mana o'zingiz shunday joylarda o'ynab, havas qilib, orzu qilgan narsalaringiz O'zbekistonda. Mana men Fabioni ham gaplarini ko'p eshitganman, mana shu bizning markazimiz to'g'risida. Sizlarga sharoit yaratish men uchun juda katta sharaf bo'ladi. Nimaga aytsangiz, bekorga aytmayapman. Futbol bu milliy g'ururimiz, milliy iftixorimiz, bu tarbiyamiz, bu madaniyatimiz, bu o'zligimizni anglashimiz desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Natija qilishlaring uchun endi imkoniyat bor. Qo'rqmasdan o'ynasalaring, Xudoning o'zi yo'l ko'rsatadi. Niyatimiz pok. Bobolarimiz, otalarimiz, faxrlarimiz duoda. Duo bu natijaga erishishda juda katta ilohiy kuch. Jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, barcha terma jamoamiz a'zolari hammasi tayyor, yaxshi tayyorgarlik olib bordik. Hamma sharoitlar yaratib berildi. Hamma tushunib turibdi, mas'uliyat his qilib turibdi aholimiz orqamizda turganini. Nafaqat muxlislarimiz, balki butun Markaziy Osiyoda muxlislar bizni kuzatib turganini. O'shaning uchun bor kuchimizni beramiz. Xudo xohlasa, mana shu muxlislarni ajoyib o'yinlarimiz bilan xursand qilib, yaxshi natijalar bilan butun dunyodan yangi muxlislar bilan qaytishga Xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling.